Mamlakatimizda tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoitlar kengayib bormoqda. Siz ko'rib turgan ushbu markaz poytaxtimizning Yangi hayot tumanida joylashgan bo'lib, korzinka do'konlar tarmog'ining mahsulotlarini saqlash va taqsimlash markazi hisoblanadi. Prezidentimiz bu yerga tashrif buyurib, markaz faoliyati va u yerda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Bu taqsimlash markazimiz O'rta Osiyoda hozircha yagona A klassga ega bo'lgan taqsimot markazi. Bu qurilish natijasida ko'p narsalarni biz inobatga olganmiz. Taqsimot markazini o'zining umumiy maydoni 49,000 kvadrat metrni tashkil qiladi. Qabul qilish va mahsulotlarni chiqarish uchun biz darvozadan foydalanamiz. 5 xil haroratli hududiga ega. Bir kunda biz og'ir yuk mashinalarni 400 tagachasini qabul qila olamiz. Taqsimot bu qo'shimcha yana ish o'rinlari yaratadi. 1000 tagacha ish o'rinlar deydi yaratamiz. Bundan tashqari bu taqsimot markazida ayollar ham ishlaydi. Gender tengligi bizda to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Yana bitta buni e'tiborli jihati, bu taqsimot markazini mana sovutish tizimi ko'p joyda freon, glikollardan foydalanadigan bo'lsa, bu birinchi bo'lib biz karbonat angidrid CO2 dan foydalangan holda bu ekologiyaga zarari juda past hisoblangan texnologiyadan foydalanamiz. Muqobil energiyadan foydalanish maqsadida biz quyosh panellarini o'rnatyapmiz. Taqsimot markaziga ketgan sarmoya investitsiya $50 million tashkil qiladi. Ko'p hollarda biz mahsulotlarni xarid qilamiz u ularni saqlash jarayonlari haqida ma'lumotlarga ko'p ham ega bo'lavermaymiz. Bunday jarayonlar albatta juda qiziq. Mana shu qurilib bitkazilgan yangi omborimiz O'zbekistonning turli tumanlaridan bo'lgan o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash hamda O'zbekistonning turli viloyatlaridan, turli tumanlardan bo'lgan ishlab chiqaruvchilarni ishini yengillashtirish maqsadida qurilgan. Chunki ular mana shu omborga mahsulotlarni yetkazib berishadi va o'zimizni logistika xizmatimiz shu O'zbekistonning barcha tumanlariga yetkazib beradi va Markaziy Osiyodagi o'sha yaxlit bino sifatidagi eng katta oziq-ovqat ombori hisoblanadi. Nafaqat ombor, balkim o'sha biz tarqatish tizimi deb taqsimlash markazi deb nomlaymiz bizning o'sha retail tilida. Bungacha bizda kichikroq omborlar, kichikroq logistika xizmati bo'lgan, ixchamroq bo'lgan. U o'sha do'konlar sonini 200 tagacha yaqinlashtirish uchun xizmat qilgan. Bu yangi do'konimiz Xudo xohlasa 600 ta do'kongacha mahsulot yetkazib berish imkoniyatiga ega va shu nisbatda qurganmiz. Deyarli 1000 ga yaqin ta'minotchilar bilan ishlab kelamiz. Ularning asosiy qismi O'zbekistonda va xorijiy ta'minotchilar ham bor. Bundan tashqari o'zimizni markazlashtirilgan import xizmatimiz bor. Xorijiy ishlab chiqaruvchilarning o'zidan biz o'sha eng arzon narxda sotib olib O'zbekistonga yetkazib kelamiz. Taqsimlash markazimiz bir necha temperatur rejimi bor. Masalan, +25 gradus, +10 gradus, +5 gradusgacha va -8 gradusgacha mahsulotlarni o'sha o'zini talablariga asosan saqlashga imkoniyatimiz bor. Bu yangi jahon standartlariga javob beradigan mashinkalarimiz bor, mana apparatlarimiz hammasi texnologiya yaxshi. Zakaz bo'yicha programma asosida o'zi qaysi yacheykadan nechta tovar olish kerakligini hammasini ko'rsatib boradi. Biz o'sha mobaynida boramiz, nechta olishimiz kerakligigacha hammasini ko'rsatadi. O'sha bo'yicha ishlaymiz. Do'konlarimizni kunlik sotuvidan kelib tushgan buyurtmalarini nazorat qilib, ularni polkalarini to'ldirish bilan shug'ullanamiz. Bu narsalarimizda biza asosan SAP sistemasi yurg'iziladi. SAP sistemasi shunaqa mukammal yaratilganki, korxonamiz uchun har bitta holatlari bo'yicha u o'zini tushunchasiga ega. Har bir zona uchun alohida sistema o'zi zakaz yaratadi. Mana bu darvozalarimizda shu qaysi soatda qaysi marketni olib ketish uchun shu mashinalari shu yoqqa kelishi oldindan hammasi planlashtirilgan holatda bo'ladi. Biz falon vaqtga yig'ib beramiz. Avtomobil shu vaqtda olib ketadi va do'kon shu vaqtdan shu vaqtgacha bo'lgan oralig'i do'konga yetib boradi. Hamma narsa tizim orqali konkret aniq vaqt qo'yilgan. Ya'ni bu do'konlar faqat sklad bilan ishlamaydi. Chunki ta'minotchilar to'g'ridan to'g'ri do'konlarga ham mahsulotlar olib boradi. Shu narsalarni
hamma narsani hisobga olgan holatda bir bilan proporsionalniy ish olib boriladi. Bu texnikamizni nomi o'zi rich deb aytiladi. Bu narsa mahsulotlarni tepaga ko'tarib, priyomkadan qabul qilingan mahsulotlarni sistema orqali ko'rsatilgan joyiga ko'taradi va sistema orqali ularni tushirish kerak bo'lgan joylariga tushirib to'ldirib beradi.